Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va aziz abituriyentlar. Majburiy matematika savollarini ko'rishda davom etamiz. Dastlab bizda birinchi misol. 207 ni 14 ga bo'lganda qoldiq 11 ga teng bo'lsa, bo'linmani toping deb so'ralmoqda. Buning uchun 207 ni 14 ga bo'lsak, bo'linma n deb olsak, qoldig'imiz 11 ga teng ekan. Endi 207 ni hosil qilishimiz uchun bo'luvchini bo'linmaga ko'paytirib, qoldiq ya'ni 11 ni qo'shib olamiz. Endi bo'linmani topishimiz uchun 207 dan qoldiqni ayiramiz. Bu 14 da n ga teng ekan. Ayirsak 196 teng 14 n. Endi topishimiz uchun 196 ni bo'lamiz 14 ga. Natija esa 14 ga tengligi keladi. Bu javobda berilgan. Keyingi misolimiz. Simdan eni 12 cm, bo'yi 14 cm va balandligi 8 cm bo'lgan to'g'ri burchakli parallelped yasalgan. Buning uchun necha santimetr sim ishlatilgan deb so'ralmoqda. Demak, birinchi 12 ni A deb olsak, 14 ni B deb olamiz. 8 cm ni C deb olamiz. Va quyidagi formuladan foydalanamiz. Ya'ni 4 da A qo'shilgan B qo'shilgan C bu biz uchun mana shu to'g'ri burchakli parallelpedning perimetrini topish formulasi. Natijada 4 ko'paygan 12 qo'shilgan 14 qo'shilgan 8 bu bizga 4 kera aslida 34 bo'lsa, ko'paytirsak 136 santimetr ekanligi kelib chiqadi. Bu ham javobda berilgan. Chizmadan foydalanib BX nuqtaning koordinatasini toping. Belgilangan yonma-yon joylashgan nuqtalar orasidagi masofa bir xil deb olinsin deyilyapti bu yerda. Endi mana bu A nuqtamiz -8 ekan. A nuqtadan biz uchun 9 birlik o'ngga siljitsak, demak B nuqta hosil bo'lar ekan. A nuqta koordinatasi -8 bo'lganligi uchun o'ng tomonga siljiganimiz uchun demak bunga 9 ni qo'shib olamiz. 9 birlik. Natijada bu bizga 1 ni beradi. B X nuqtaning koordinatasi bizda 1 ga teng ekan. Bu A javobda keltirilgan. Keyingi misolimiz tenglama. Ya'ni tenglamani yeching deb so'ralmoqda. 15x -45 6x +36. 45 ni bu tomonga musbat olib o'tamiz, +45 qilib. 6 ni bu tomonga -6x qilib olib o'tamiz. Natijada 15x ayrilgan 6x teng 45 qo'shilgan 36 ligi kelib qoladi. Natijada bu 9x ni bersa, qo'shsak 81. Biz bilamiz 9 ni faqat 9 ga ko'paytirsak 81 bo'ladi. Buning uchun demak 81 ni 9 ga bo'lib olsak, x ni qiymati 9 ga tengligi keladi. Bu bizda B javobda keltirilgan. 15-misol. Hadicha 14 ta turli rangdan birini ko'pi bilan necha xil usulda tanlab olish mumkin? Oldingi variantlarda tahlil qilganimizda ham xuddi shunaqa savollar berilgandi. Bu aynan o'sha 14 ta rangni o'zini tanlash mumkin bo'ladi. Bu javobda keltirilgan. 16-misolimiz. Rasmda tasvirlangan to'g'ri to'rtburchakning bo'yalmagan qismi yuzini toping deyapti. Bunda AB 15 ga, BC 12 cm bo'lsa. Buning uchun dastavval buni ham bo'lib olamiz shunaqa. Teng qismga. Natijada 8 ta teng qism hosil bo'ldi. To'g'ri to'rtburchakni demak yuzini topib olamiz. Buning uchun S barobar 15 ni ko'paytiramiz 12 ga. Natijada 180 santimetr kvadratlik hosil bo'ladi. Endi 8 ta teng yuzaga bo'lganligi uchun buni demak 8 ga bo'lamiz va bizga bo'yalmagan qismi kerak bo'lganligi uchun 7 ga ko'paytiramiz. Sababi 7 ta qismi bo'yalmagan. Natijada 180 ni 8 ga bo'lsak 22,5 ko'paytiramiz 7 ga. Natija 157,5 bu bizda C javobda berilgan ekan. 17-misolimiz. Quyidagi savollardan qaysi biri 3 taqsim 4 ga teng deb so'ralmoqda. Buning uchun 3 taqsim 4 ni surat mahrajini bir xil songa ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni bu yerda 25 ga ko'paytirib olsak surat mahrajini, natijada 75 taqsim 100 degan javob keladi.
Bu bizda C javobda keltirilgan. 18-misolimiz chizmada tasvirlangan 1 metr balandlikdagi silindrsimon idishga hajmi 5 litr suv ketsa, u holda 2,5 litr suv sathi qanday x balandlikda bo'ladi deb so'ralmoqda. Endi buning uchun demak 1 metr balandligimiz biz uchun 5 litr hajmni bermoqda. 2,5 litr suv sathi bizga x ni beradi. X topishimiz uchun 5 ni bo'lamiz 2,5. Yo'q, teskarisi ekan aniqrog'i. Ya'ni 2,5 ni bo'lamiz 5 ga. Natijada bu 0,5 metr deb beradi bu. B javobda keltirilgan. 19-misolimiz uchburchakning tomonlari 3, 4, 6 sonlarga to'g'ri proporsionaldir. Agar uchburchakning perimetri 169 cm bo'lsa, uchburchakning eng katta tomon uzunligini toping deb so'ralmoqda. Buni quyidagicha chizib olamiz uchburchak. Ya'ni mana buni 3x deb olsak, proporsional bo'lganligi uchun buni 4x, mana buni 6x deb olamiz. Endi uchovi tomonni qo'shsak, biz uchun 169 berish kerak. Ya'ni 3x qo'shilgan 4x plus 6x biz uchun 169 ga teng ekan. Uchovini qo'shsak demak 13x 169 ga teng. X topish uchun 169 ni 13 ga bo'lamiz. Natijada x teng 13 lik kelib qoladi. Endi eng katta tomon uzunligini so'raganda bu uchun 6x edi. 6 ni shunchaki 13 ga ko'paytirib qo'ysak, demak javobimiz 78 bu B javobda keltirilgan. Oxirgi misolimiz Sardor men uyga ketdim gapining har bir so'zidan harflar sonini o'zaro ko'paytirib qanday natija olgan deb so'ralmoqda. Demak, men so'zida 3 ta harf bo'lganligi uchun 3 ga, uyga so'zida 4 ta harf bo'lgani uchun 4 ga, ketdim so'zida 6 ta harf bo'lganligi uchun demak 6. Ya'ni bu sonlarni ko'paytirmoq 3 ko'paygan 4 ko'paygan 6. Natija 72 hosil bo'ladi bu. A javobda keltirilgan. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va mening kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.